Assalomu alaykum aziz va qadrli vatandoshlar, hurmatli kitobxonlar. Marhamat tuman axborot kutubxona markazi jamoati sizlarni yurtimiz taraqqiyoti, tinchligi va farovonligining abadiy timsoli bo'lgan ulug' ayyom O'zbekiston Respublikasining mustaqilligining 35 yilligi bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Qoradil Muhammad Yusuf. Fitnator beshikdan boshlangan olam, senga iddaolar qilmay sevaman. Bir kuni singlim deb, bir kuni onam, vatan so'zg'iydi to'ringdan tortgan so'ralar, kechasizlikni yeb tortgan so'ralar, endi pushaymondan kelmas so'ralar, men seni yonimdan kelmay sevaman. Vaqtdek o'tsalar tomoning kuyuk, qonimga kirgan joning kuyuk, hasdan tirafdan ham olmay sevaman. So'ksang tur singlim deb soching silayman, so'ksang opam deya umring tilayman. Sendan ranjimayman, gina qilmayman, xoh qomray, xoh jilmay birday sevaman. Vatan kimligini bilmay sevaman. Vatan yuragimning olam panohi, bu dunyo bukridir jiylangning shohi, ko'zim yoshi bilan sug'orib gohi, ko'ksimda o'stirgan gulday sevaman. Bu yoru jahonda boru yo'g'imsan, tilimning ostida nobod zarimsan, sen mening yagona payg'ambarimsan. Men Habash, men Bilol qulday sevaman. Vatan kimligini